Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir kishi keldi va u kishidan duolari ijobat bo'lmayotganligini shikoyatini qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa nasihat qildilar va dedilarki: "Atib mat'amaka tujab aw tustajab da'vatuka." Luqmangizni halol qiling, inshaalloh duolaringiz ijobat bo'ladi dedilar. Boshqa bir kishi keldilar va payg'ambarimizga shikoyat qildilar. Dedilarki: "Ya Rasululloh, men ba'zida istamasam, xohlamasam ham gunoh ishlarni qilib qo'yaman. Og'zimdan yomon so'zlar chiqib ketadi, qo'limdan istamagan ishlarim amalga oshib ketadi." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga ham shu tarzda nasihat qildilar va dedilarki: "Luqmangizga ehtiyot bo'ling. Harom yegan badan a'zolari o'ziga itoat qilmay qo'yadi. Alloh asrasin. Haromdan ozuqalangan badan, azizlar, solih amallar qila olmaydigan bo'lib qolar ekan. Yaxshilikni eshitadi, lekin amal qila olmaydi. Yaxshilikni biladi, lekin bajara olmaydi. Yomonligini bilib turib, undan tiyila olmaydigan bo'lib qolar ekan. Toat, ibodat ishlariga esa oyog'i yurmaydigan, bo'yni bukilmaydigan bo'lib qolar ekan. Shuning uchun ko'rasiz, ko'p hollarda namoz, ro'zadan gapirsangiz, albatta deydi, qilishimiz kerak, namozga borishimiz kerak. Albatta, men ham ado etishim kerak deydi, lekin ado eta olmaydi. Yoshi 40, 50, 60 ga borgan odam aslida kutadigan vaqti yo'q. Nima uchun deysizmi? Sababi yuqorida payg'ambar aytgan so'zlari, azizlar, yeyotganlarimizga, luqmalarimizga ehtiyot bo'lishligimiz kerak.